Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va kanal obunachilari. Mana bugun navbatdagi mashinamiz, texnikamiz sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Zadimiz korobkalarda ishi yo'q. Hamma joy rodnoy, nahodi holatda. Olasiz, minasiz. Siz bu mashinani olsangiz, pullar o'z-o'zidan oqib kelaveradi. Og'ir ish qilmagan, uyda turgan mashina. Narxi 170 million kami bor, kelishiladi. Qashqadaryo viloyati Chiroq tumanida turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Kelishadigan joyi bor. Egasining raqamlari qoldiramiz pastda. Egasi bilan qolgan ma'lumot, barcha qiziqqan ma'lumotlaringizni olishingiz mumkin. Egasidan qolgan barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga bemalol chiqib, savdolashib, narxini kelishib olaverasizlar. Reklama uchun xizmatlari, telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Arzon va sifatli reklama xizmatlari ham bor. O'z mashinangiz, yer, traktor, boshqa va ko'pgina narsalarni reklama qilishingiz mumkin. Bizda sifat va originallik talab qilinadi. Siz o'z mahsulotingizni bizning kanalda reklama xizmati uchun qoldirishingiz mumkin. Reklama uchun nomerlarni qoldiramiz. Biz bilan albatta bog'laning.